İkincilik şimdi başlayımız hürmetli vatandaşım. İradeye karşı duruş. Cumhuriyet Tashqi ishlar Ministrligi Reis Xi Jinpingga qarshi maqom tovladi. Mavzuli xabar 11 ayning 16 kuni ben betor bitdi e'lon qildi. Xabar mundaq başladi. Haftaning 3 kuni tushdan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Oqsaroyda Osiyo ziyoratini xulosalab to'xtalganda mundaq dedi. Xi Jinping Chavshan yadro krizisining halokat tahdidi ekanligini to'nib ketdi. Prezident Trump shundaq dedi. Hamda Jungo Kompartiyasi izchil targ'ib qilib kelayotgan ikkini to'nitish siyosatini to'xtatish qo'shildi deb tilga oldi. Diqqat etamiz. Lekin ikkinchi kuni Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi mundaq ko'rsatdi. Ikkini to'xtatish navbatda oqadigan gap. Adil ve en aqilona plandır. Prezident Trump Oqsaroyda ikkini to'xtatish degan narsani amaldan qoldirishga Reis Xi Jinping qo'shildi dedi. Endi Jungoning bayonotchisi aytdi nima dedi? Ikkini to'xtatish degan so'z hozir oqadigan va real suhbat dedi. Demak, Reis Xi Jinping qo'shilgan bo'lsa, Jungoning tashqi ishlar ministrligi buni inkor qilyapti degan. Ikkini to'xtatish yoki to'xtatish Jungo bilan Rossiya tashabbus qilgan Chavshan krizisini hal qilishning metodi. Ya'ni Chavshan yadro qurollarini sinov qilishni vaqtincha to'xtatish, Amerika Koreya harbiy manevri o'tkazishni vaqtincha to'xtatish. Bu hukm ikki xabarga o'xshash tilga ilinganlikdan men takror bo'lib qoldi, kechiringlar vatandoshlar. Amerika taraf deydi-ki, ikki to'xtatish, ikkini to'xtatish yoki ikkini to'xtatish bu bir haqoratdir. Amerika taraf deydi ki, ikkini to'xtatish ya ikkini to'xtatish bu bir haqoratdir. Prezident Trump Xi Jinping ikkini to'xtatish taklifidan voz kechish qo'shildi. Demak, buni Xi Jinping o'tira qo'ygan bo'lsa, hozir ikkini to'xtatish taklifidan Reis Xi Jinping voz kechdi, buni qo'shildi. Voz kechishga qo'shildi dedi. Haftaning 3-kuni, yani 15-kuni Beijingda Prezident Trump bilan Reis Xi Jinping uchrashganligi to'g'risida to'xtalganda, Prezident Trump Oqsaroyda bir yig'inda mundaq ko'rsatdi. Haftaning 3-kuni, ya'ni 15-kuni qaytib keldi Osiyoga. Jungoga nisbatan Chavshan yadro qurollarini taraqqiy qildirishda aytganda, buning halokat tahdidi ekanligini Reis Xi Jinping tanib ketdi. Biz atalmış ki to'xtatish kelishimini yani qabul qilmaslikqa birda qo'shildik. Ikkini to'xtatish, ikkini to'xtatish kelishimini tilga eg'izga olmaslikqa biz ikkimiz birda qo'shildik. Reis Xi Jinping, Prezident Trump birda qo'shildik. Bu o'tmishda izchil mag'lub bo'lgan qilmishdir. Reis Xi Jinping bexatarlik komitetini Chavshanni jazolash qarorini ijro qilishga va'da berdi. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Reis Xi Jinping Chavshan yerim orolini yadrosizlashtirishdan iborat bu nishonni ishga oshirish uchun Chavshan siyosiy hokimiyatiga iqtisodiy ta'sir ko'rsatishi kerak. Chunki Chavshan hokimiyati iqtisodiy ta'sir ko'rsatishi kerak. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Biz aniq aytaylikki, Chavshan yadro qurollari masalasini hal qilishga berilgan vaqt endi oz qoldi. Oqsaroyda shu yig'inda Prezident Trump dedi ki, biz aniq aytib qo'yaylikki, hozir Chavshan masalasini hal qilishga berilgan vaqt endi oz qoldi. Amerikaning 3 tane avomat harbiy manevr elib bordi. Jungo ikkini to'xtatish tashabbusini sustlashtirdi. Prezident Trump Osiyoni ziyorat qilish mazgilida 11-kundan 14-kunigacha Amerika tunji qatim 3 tane avomat zarbadarlar guruhini harakatga keltirib, G'arbiy Tinch okeanda ayrim oldi. Yaponiya bilan va Koreya bilan harbiy manevr o'tkazib, qudratli harbiy kuchning tahdid kuchini Chavshanga ko'rsatib qo'ydi. Amerika armiyasining yaqinqi yillardan beri Osiyo Tinch okean rayonida bu bir qatimliq zo'r harbiy harakatiga duch kelgan Jungo tasodifiy bir ahvolda ikkini to'xtatish taklifini qayta to'g'lamaydi. Jungo masalasi obzorchisi Wen Zhao mundaq deydi. Bir necha ay burun ikkini to'xtatish Jungo tarafining tashqi ishlar so'ronida qayta yuqori talaffuzda o'ttirg'i chiqqan. Shuar edi.
Endilikte Amerika yukarı derecede harbiy koşni aşkarlığında Cungu taraf ikkini to'xtatish taklifini suslaştırdı. Sodishki haberleri jurnali haftanın 4. günü haber kılıp mundaq verse. Cungu Tashqi ishlar ministrligining ifade bildirişi güya Amerika bilan Cunguni yana bir qatam Çavuşan meselesi bo'yicha konu katanga alıp elip kirmoqchi. Cuma günü Reis Xi Jinping'nin alayda elçisi Çavuşan'a ziyaret geldi. Biz baş toxtaldıqla Song Tao. Gerçi Cungu matbuatları vekili Song Tao matbuatları vekil Song Tao Çavuşan yadro kuralları meselesini gün tertip elip kelemdi yok. Bu doğruda Cungu matbuatları bir narsa degini yok. Lekin kişiler alayda vekil Song Tao Kim Jong-un bilan görüşüp yadrosuzlashtirish meselesini muhokama qilish edi deb biroz qilishgan. Bu ish oqibatda yo'q bo'lib chiqdi. Ya'ni Song Tao'ni Çavuşan'ning rahbari Kim Jong-un qabul qilmadi. Suhbatni o'tkazmadi. Bu Jungu uchun aytganda bir sakchilik bo'ldi vatandosh.